Yana bir bor assalomu alaykum. Vaqtimiz bor edi. Короче, pilisos qilindi. Pilisosdan keyin ko'pchilik ko'rganmi yo'qmi bu narsani. Yo'rshikka o'xshagan shotka bor. To'g'ri dumalog'i aslida mana shu bilan обработка qilinadi, anaqasini chiqarishga. Просто tornadorim bo'lgani qaniydi, tornado bilan urib chiqarsa bo'ladi. Polностью bilan urib, keyin ximiya sepib, ximiyani ham tortib, tozalab, o'zi faqat pol bilan sideniya gaplashgan. Endi jalk endi pishkalari artib chiqildi, tarpetkalar chang-chung hamma yoq zalyapinniy edi mana. Endi o'ziga keldi mashina. Endi hozir mashinani zavat qilib, sirkulyatsiyaga qo'yib qo'yamiz, ungacha sideniya taqamiz. Sideniyaga chiqol taqish kerak. Ozgina ximiya aniq qilsa, yaxshi bo'lib ketadi. Yo'llarni ancha-muncha tozalaning. Tak, sideniyaga bunga joyida taqaman. Bar universalniy chexol. Nakidnoy chexol. Xizmatli bo'lsa, bemalol aloqadamiz.